İsim familiyam Ravshanov Anvar Asadullayevich. 2011-yili Qarshi davlat universitetini amaliy matematika yo'nalishi bo'yicha bakalavriatni, 2013-yili esa Qarshi davlat universitetini amaliy matematika va axborot texnologiyalar mutaxassislik bo'yicha magistraturani tamomlaganman. 2023-yili raqam texnologiya va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot institutiga tayanch doktoranturaga qabul qilinganman. Ilmiy rahbarim texnika fanlari doktori, katta ilmiy xodim Xudoyberdiyev Mirzakbar Haqqul Mirzayevich, hozirgi kunda Toshkent axborot texnologiya universitetining professor o'qituvchilari. Ilmiy ishim giperspektral tasvirlarga dastlabki ishlov berish asosida paxta kasalliklarini tasniflash algoritmlarini ishlab chiqish va takomillashtirishdan iborat. Meni ilmiy ishim dolzarbligi bugungi kunda qishloq xo'jaligida kasalliklarning muhim o'sha hosildorlikka ta'sir darajasini kamaytirishga qaratilgan masalalar o'rganilyapti. Bu jarayonda o'sha tasvirlar bilan bog'liq masalalar, tasvirlarga ishlov berish asosida natijalarni olish bugungi kunda asosiy nimaga qaratilgan. Menda esa o'sha giperspektral tasvirlar, ya'ni ko'p kanalli tasvirlarga ishlov berish asosida kasallikni, ya'ni virtsioz degan kasallik ustida ish olib bordik. O'sha paxta kasalliklarining barigini aniqlab, ya'ni o'sha hosildorlikka ta'sir etadigan darajasini erta bosqichda aniqlashga qaratilgan muhim masala. Bu bo'yicha hurmatli prezidentimizning bir qancha qaror, Vazirlar Mahkamasining o'sha qarorlarida bu asosiy vazifa sifatida belgilab berilgan. Ilmiy yangilik nimadan iborat? Ya'ni giperspektral deganda odatda RGB kanallari 3 ta kanaldan iborat. Bu to'g'ri, kasallik bor yo'q yoki bironta jarayonda bor yo'q holatdagi jarayonlarni aniqlashda muhim. Lekin giperspektral tasvirlarda kanallar soni 300 tagacha, 300 tadan ham ko'proq holatdagi jarayondagi kanallar bo'lib, bu kanallar har birida o'zining o'sha informativ xususiyatlarini, muhim bo'lgan belgilari, demak, ma'lumotlarni o'zida saqlaydi. Buni ustida ishlash jarayonida, demak, ilmiy yangilik nima bo'ldi? Dastlabki ishlov berish, ya'ni giperspektral tasvirlarda o'sha shovqinlarni kamaytirish masalasiga qaratilgan yangi algoritm taklif qildik. Bundan tashqari, demak, ko'p kanalli tasvirlarda hammasiga ishlov bermasdan, demak, muhim kanallarni ajratib olish algoritmini taklif qildik. Tasvirlarni o'sha segmentatsiya qilish, ya'ni noravshan mantiq nazariyasiga asoslangan segmentatsiya jarayoniga bog'liq bo'lgan, demak, yangi algoritmlarni, demak, taklif qildik. Ba'zi algoritmlarni takomillashtirdik. Bu esa o'sha, demak, mavjud hozirgi kundagi algoritmlarga qaraganda yoki modellarga nisbatan, demak, 90% dan 93% gacha aniqlikning oshishiga demak olib keldi. Buni ilmiy tadqiqotimizni o'sha tajribalarida natijalarini oldik. Ilmiy tadqiqotni olib borish jarayonida ko'pgina olimlarni, demak, ilmiy ishlarini o'rgandim. Xorijiy olimlardan, demak, Gonzales, Jurevlev, Duda, Aleksandrov, Tixarova, Tixonov kabi olimlarni o'sha ilmiy tadqiqotlarini olib borgan ishlarini batafsil o'rganib chiqdim. O'zbekistonda, demak, akademik Kamilov Mirzayev Mirzahmedovich, Fazilov, Mirzayev, Hamdamov, Muhammadiyeva Dilnoz To'lqinovna, Xudoyberdiyev Mirzakbar Haqqul Mirzayevich, Hamrayev Alisher aka kabi olimlarning ilmiy ishlarini o'rganib, o'zimda ilmiy ishlarimda, demak, tatbiqini qo'lladik mana shu jarayonlar bilan birgalikda. Joriy qilinishi geografik jihatdan, demak, respublikamizning turli hududlarida o'rgandik. Sababi o'sha muhiti va ba'zi bir jarayonlarda o'sha paxta o'simligining o'sish muhitini regionalni bir-biridan farq qilish uchun, farq qilganligi uchun biz o'sha Andijon viloyati, Xorazm viloyati, Qashqadaryo viloyati va Toshkent viloyatida, demak, amaliyotga joriy qilindik. O'sha fermer xo'jaliklari bilan, keyin va tegishli o'sha viloyat hokimligining o'sha maxsus qishloq xo'jaligi
bo'lim boshliqlari bilan birgalikda olib bordik va natijalarni demak dala muhitida ba'zilarini laboratoriyaga olib kelgan holatda demak natijalarni 90% dan 89-90% dan 93-4% gacha aniqlikka oshirishga erishildi. Bu o'sha ishchi xodimlarning 10% gacha ish samaradorligining kamayishiga olib keldi. Qiyinchiliklar desak ham bo'ladi. Uni qiyinchilik ham deb aytish ham. Endi asosiy o'sha giperspektral tasvirlarni yig'ish jarayonida agrarniy universitetda o'sha Bahrom aka degan aka bilan birga ishladik. Ya'ni aynan o'sha o'simlik kasalliklarini xususiyatlari, aynan qaysi belgilar muhim emasligi bo'yicha men shu yerda Bahrom akaga o'z minnatdorchiligimni ham bildirib ketaman. O'simliklar karantini ilmiy tadqiqot institutida o'sha ma'lumotlar yig'ish va ma'lumotlarni olish, keyin Uzkosmos agentligi bilan birgalikda ishladik. Mana shu jarayonlarda o'sha biroz qiyinchiliklarga duch keldik. Baribir o'sha universitet raqam texnologiya sun'iy intellekt ilmiy tadqiqot institutining rahbariyatiga shu yerda o'z minnatdorchiligimni bildiraman, sababki rasmiy o'sha xat bilan chiqqan holatda biz ma'lumot bazalarini olishga erishdik. Bugungi kunda ilmiy tadqiqotchilarga juda yaxshi sharoitlar yaratib berilyapti. O'sha texnik jihatdan, dasturiy ta'minot jihatdan demak, ya'ni keltirishimiz mumkinki, o'sha katta ma'lumotlar bazasi ustida ishlayotganda uni o'sha texnik jihatdan ma'lumotlarni qayta ishlash uchun, ularni ma'lumotlarni o'qitish uchun hozirgi kunda bilamizki, ko'pgina sohalarda sun'iy intellekt algoritmlari yoki chuqur o'qitish model va algoritmlarini o'qitish natijasida o'sha samaradorlikka erishishga qaratilgan o'sha dolzarbliklar yoki masalalar qo'yilyapti. Ilmiy tadqiqotchilarga hali bizni o'zimiz ham shogird, ustoz darajasiga yetishimizga hali ancha bor. Lekin umumiy holatda tadqiqotchilarga aytishim mumkinki, o'rganayotgan obyektini to'liq holatda o'sha xorijiy olimlarning ishlarini, mahalliy olimlarning ishlarini chuqur sabr va qunt bilan o'rganib chiqishlarini so'rardim. Sababi nima? Odatda tadqiqotchilar qayerda qiynaladi? Tadqiqotchilar o'sha masalaning qo'yilish jarayonidagi o'sha muammo qayerda qaratilganligini topishda qiynaladi. Bu o'sha o'rganayotgan obyektini yoki o'rganayotgan sohasini, adabiyotlarini yoki olimlarini ishlarini to'g'ri va to'liq o'rganib chiqmaganligidan kelib chiqadi. Shuning uchun sabr, qunt bilan o'ziga astoydil harakat qilsa, albatta erishiladi. Ruslarda bitta termin menga yoqadi. Повторение мать учения, ya'ni takrorlash bilimning onasidir. Demak, o'rgangan bilimlarini albatta takrorlab turish kerak va ustozlarning aytganlarini to'liq va to'g'ri vaqtida bajarish kerak. Shunda albatta muvaffaqiyatga erishadi. Ustoz tanlash ham muhim jarayonlardan biri, lekin baribir ilmiy tadqiqotni olib borish jarayonida o'zining tavsiyalarini, takliflarini berib boradi. Lekin asosiy qaratiladigan nuqta baribir tadqiqotchining o'zi. Chunki himoyaga chiqqanda mana seminarlardan o'tiladi. Bir o'sha himoyaga chiqish jarayonigacha bo'lgan bir 8 ta 9 taga yaqin seminarlardan o'tiladi. Har doim dokladlar, seminarlarda chiqish jarayonida savollar doktorantga, ya'ni dissertantga beriladi. Uning rahbariga emas. Demak, asosiy urg'u baribir dissertantning o'ziga bog'liq. Harakat qilsa, bu raqam texnologiya, sun'iy intellekt institutida ishlaydigan barcha ustozlarimiz o'zining ixtisosligi, o'zining yo'nalish bo'yicha professional darajadagi mutaxassislar. Kelajakda boya ham buni dolzarblik haqida ozgina to'xtalib ketgandik, endi shu fikrda davom ettiraman. Giperspektral tasvirlarga ishlov berish jarayonida, ya'ni o'sha dinamik holatdagi o'sha qishloq xo'jaligi sohasining barcha yo'nalishlarida, ya'ni dinamik holatda biz o'sha kasalliklarning erta bosqichda aniqlashning o'sha intellektual tizimlashgan dasturiy ta'minotlarini va takomillashtirilgan algoritmlarini, modellarini ishlab chiqib, demak o'sha o'zimizning kichik bo'lsa ham jamiyatga hissamizni qo'shishni rejalashtirganman keyingi o'sha ilmiy tadqiqot ishlarimda.